qatorasiga mana men boshlanishi dom, bu yoqli uchastka, bu yoqli ham 2+ mansardali domlar. Eng qizig'i, hop, Toshkent shahar Olmazor tumani Mirzag'olibga kelganmiz. Men sizlarga hozir 103 kvadrat birinchi qavatdagi xonadonni ko'rsataman, lekin dom olib xonadonda uchastkada yashaydigan sharoitda umumiy ma'lumotlarni hozir video davomida ko'rasiz. Videoni o'tkazib yubormasdan like bosish esdan chiqmasin. Qaranglar, Mirzag'olibda joylashgan 4 qavatli, mana birinchi qavatimiz sotilyapti. Ishonasizlarmi, orqasida kamida bir 70 kvadrat bo'lsa kerak. Hovlisi bor ekan. Katta, o'zingizga zo'r sharoit qolsanglar bo'ladi. Bu yoq asosiy kirib kelishimiz, shunday katta ko'chaga 100 metrda chiqamiz, Professorskiy ko'chaga chiqamiz. Unaqasiga Qamarniso ko'cha, bu yoq taraf Beruniyga chiqib ketadi. Hop, o'qishda o'qiydiganlarga sharoit qilib beraman deydiganlar bo'lsa ham, investitsiya kirgizib qo'yib, olsanglar idealniy variant bo'ladi. Ya'ni mana hozir ko'ramiz, birinchi qavat kirib kelishimiz. Podyezddan kirdik. Podyezdimiz ham mana katta, keng. Kirganimizda bizani mana shunaqa xonadonimizni kutib oladi. Asfalt qilib qo'yilgan, yaxshi holatda mebellarni ko'ryapsizlar, joylashtirib qo'yishgan. Hozir ketma-ketlikda ko'rsatib ketaman. Balkon qismimizga sanuzel olib chiqilgan ekan. Bu yoq tarafimizda bitta umumiy yotoqxona o'zini sanuzeli bilan, mana sanuzellari ham chiroyli holatda, yaxshi kafillar qilib qo'yilgan. Hop, bu qismimizda abo'y yopishtirilgan ekan. Bu yog'imizda mana o'tirishga sharoitlar bor, televizor qo'yib, umumiy xona qolsa bo'ladi. Agar kvartiraga olaman desanglar, kvartiraga zo'r qilib remont qilsanglar, narx-navosi o'zi bomba bo'ladi. Birinchi qavat bunaqa joydan o'zi har doim ham bunaqa holatdagi domlar chiqavermaydi. Sababi bu yo'li bankovskiy dom hisoblanadi. Paytida juda qimmatbaho hisoblangan. Hozir endi novostroykalar chiqib, lekin bunaqa kvadratura va novostroykadan sal qiyinroq. Bu mehmonxona, mehmonxonani ham ko'ryapsizlar. Akkuratni remontlari endi o'zingizlarning va vkusingizlarga qarab turib moslavaverasizlar. Bu qismimizda o'sha holli davomi, yana bu yoqda bitta yotoqxonamiz bor. Mana ikkita kravat joylashganligi holatni ko'ryapsizlar, babi keng bo'lib turibdi. Eng qiziq tomoni hovlisida mana olasizlar, maza qilib o'zingizlarga sharoit qilib, mangal, barbekyularni qo'yib qo'yib yashaydigan sharoit qilsa bo'ladi. Mana holdan kelganimizda oshxona qismini bu yoqqa sharoit qilib qo'yishgan ekan. Oshxona qismidan biz hovliga o'tsak bo'ladi. Hovlini qaranglar, qanaqa kattaligan. Uni orqasida mana shu mahallani uchastkalari joylashgan. Lekin o'zingizga sharoit qilib yashasangiz, kelganda ana atrofini giraylarni, devori qaranglar, qamishdan o'rab qo'yishgan, afshi maza. Bu yerda hamma xonadonlar birinchi qavatdagilar o'ziga mana shunaqa holat qilib o'rab olishgan ekan. Bu yerga bemalol Mahmudga menimcha mana o'tirishga sharoit, yozgi oshxona, oldingi egasi ham xuddi shunaqa yozgi oshxona foydalangan ekanlar. Mahmudga tapchan qo'yasiz. Podval qismi ham bor ekan, o'zinikini, lekin podvallar hozir menimcha tushish imkoni yo'q. Kladovka qilib ishlatsa bo'ladigan sharoit. Mana yo'qni qaranglar, dekorativni qilib holatni to'g'rilab qo'yish. Umumiy qilib aytganda, Beruniyni o'zingizlar bilasizlar. Endi bu yerda Toshkentni o'qishi boshqa bo'lganiga ko'pchilik aynan bankovskiydan foydalanadimi yo'qmi bilmayman, lekin Mirzag'olib mahallada talabalarni qo'yib, oyiga 15-20 million sof foyda xotirjam olib kelayotganlar ko'p. Tim bo'li kvadraturasi qancha katta bo'lsa, shuncha sizni plyusingizga ishlaydi, lekin pad ofis qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Chunki yaxshi joydan yaxshi ofisni hozir topish ancha qimmatroq. Bu yerda narxi ham 103 kvadrat, lekin kelishuv asosida deyaptilar. Ya'ni telefon qilsanglar, egalarining o'zlari bilan chiroyli narxlarda o'zligi bilan gaplashib olasizlar. Nima gap so'z, nima qanaqa hamma narsasini batafsil o'zlari tushuntirib turib, narx-navoni o'shanga yarasha chiqarib turib aytadilar. Pastda ko'rsatilgan raqamlar egalarining o'zligining raqamlariga to'g'ridan to'g'ri gaplashasizlar, o'rtakashlashingiz hal qilsanglar bo'ladi.